Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Programımızın nöbetlik sanıda qandaq bu dava adamlarının ahlakı qandaq buluş kerak degan temada to'xtalamiz. Men program riyosatchisi Ubul Qasim Ahmadi. Programımızın bugünkü aziz mehmoni ustoz Abdurahmon Jamol bo'ladi. Qimmatli vaqtini taqdim qilganlik uchun ko'p rahmat aytamiz. Bu program haqiqatan hammalar uchun bir muhim bugungi kunda deb qarayman. Bunun bilan bütün dava adamlarınınki yaxshi bir manfaatini shuni Allohdan tilaymiz. Endi bu dersimizni, programımızda şu dava qandaq adamlarni dava adamı deymiz degandan boshlab kelsak, chunki nurg'unlagan adam hammasi o'tirdi. O'zini dava adam deydi. Dava adamlar qandaq adam dava adam bo'la oladi. O'shadan boshlagan bo'lsak, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Baş dava degan so'zni eskersek, ba'zilar dava so'zi ishiladi, ya'ni g'oya, nishon ma'nosida turkchadan qo'llanilgan. Buni ko'rish ma'nosida olsak bo'ladi. Ko'pincha ko'rish ma'nosida. Islom atalg'usida elib aytgan vaqtida jihad ma'nosida. Chunki musulmonning hayoti jihad bo'lgan bo'lg'achqa, nishon g'oyani ishga oshirish uchun harakat qilish bo'lg'achqa jihad ma'nosida. Ya jihad ma'nosida yoki ko'rish ma'nosida tushunsak bo'ladi. Çünkü bazı qarindoshlar bu yani da'voda quruq da'vo qilib deb Uyg'urcha qomusi bilan sirtga, chet eldagi qarindoshlarning ishlashini talash-tartib qilishning hojati yo'q. Yani da'vo odami, yani jihad odami qanday bo'ldi? Kurash qilgan odam qanday bo'ldi? Allohning yo'lida sharkat qilgan odam qanday bo'ldi degan bu ma'noni maqsad qilsa bo'ladi. Islomda musulmon bo'lish demak haqiqatga qadam qo'yish demakdir. Haqiqatni tutib menish, haq taraf turib menish. Haq taraf turish demakdir. Musulmon bo'lish demak aqidasi uchun, kimlik uchun, vatani uchun, millat uchun majburiyat va millatparvarlik tuyg'usi bilan yashash demakdir. Musulmon bo'ldimi, bu xil yuqorqi bir qancha majburiyatlardan, mansubiyatdan qochib qutlanmaydi. Musulmon bo'lish demak o'zini isloh qilish, atrofidagilarni isloh qilish, jamiyatni isloh qilish ve hürlük adalet için devlet kuruşka hes koş demektir. Yani bu degenimizden fakatlan bir namazını okusak, roza hac kıysak Müslümanlık mecburi tügüdü degenlik emas. O şahsi mecburiyet olan olsa bu yer bir ictimai mecburiyet var. Bu ictimai mecburiyetini ada kılmasa bu yer Müslümanlık, samimi Müslümanlık olmaydı. Eğer bu Müslümanın vatini, Müslümanın ki qarindoshları mustamlik aslında uçup kalgan olsa, din düşmanları, insaniyet düşmanlarından tacavuzculuk asıl çıkıp kalgan olsa, bu tacavuzculuk karıştırıp, hürlük yolu da özünki şahsi mecburiyetlerden sonra ictimai mecburiyetini, yani hürlük, azatlık, müstakillik, bu mecburini ada kılış o Müslümanlık'ınki takazzası. Yukarılar asasen diyeceğimiz ki, Müslümanın davası, ya ki Müslümanın ki görüşü, bu iman görüşüdür. İmanını qoğdaş, akidini qoğdaş görüşü. Bu kimlikni qoğdaş görüşü, qimmat qarashni qoğdaş görüşü, hürlikni qoğdaş görüşü, adaletni qoğdaş görüşü, vatanni qoğdaş, millatni qoğdaş, ummatni qoğdaş görüşü. Bu bütün dairelerin hemmisini öz içine aladigan muqaddas bir kurashdan ibaret. Şuna samimi bo'lgan musulmon, musulmondorchilik samimi bo'lgan musulmon kimlik yo'lida, mel diniy kimlik olsun, milliy kimlik olsun, ikkisi bir tutash bizda ayrilmaydi. Kimlik yo'lida, hürlük yolunda, müstakillik yolunda, adalet yolunda her qanday bir hareketke, her qanday bir siyasi hareketke, siyasi faaliyetke hes qo'yishdan qochib qutlanmaydi. Nima uchun bunday deymizsa, cheklimga ushqayotgan, to'salga ushqayotgan aqida kimning aqidasi? U musulmonning aqidasi. Aqidasini qo'ydiğimiz qanday musulmon bo'ldi? Uning dini, milliy kimligi vayron qilmadi. Bu kimligini qo'ydiğimiz qanday musulmon bo'ldi? Tacavuzçılık uçuravatkan vatan onun onu vatani. Onu vatanı qo'yimiz qanday musulmon da'chilik bo'ladi? Xo'rlanayotgan millat uningki aziz musulmon qarindoshlari. Uni qo'yimiz qanday musulmon da'chilik bo'ladi? Bulan talan qilinayotgan, aziyatga, ziyonkech uçuravatkan barliq narsa, jonliq narsa hammasi uning mol mulkidan iborat. Buni qo'g'dash musulmonlikning taqozosi. Demak, musulmon bo'lgan odam bu da'vo odami. Bu jihad odami, bu kurash odami. Yukarı gayeden çıkılgan adam bizdeki İslam düşüncemizde enin kendin hakiki dava adımı bulalaydı. Şu an samimi Müslüman bo'lgan kishi yuqoridagi muqaddas majburiyatini, muqaddas nishonini yoki muqaddas ko'rishini hech qanday bir narsaga tegishmaydi.
mansab bo'lsin, huquq bo'lsin, mol dunyo bo'lsin, yanıq bir narsa bo'lib qolsin, bu aqida bo'lganlik uchun tegishmaydi. Bizda iymonni qo'g'dash aqida masalasi. Vatanni qo'g'dash aqida masalasi. Millatni qo'g'dash, musulmon qarindosh qo'g'dash aqida masalasi. Kimligimizni qo'g'dash, qimmat qarashimizni qo'g'dash, hurligimizni qo'g'dash, mustaqilligimizni hammasi iymon masalasi. Bu iymon masalasi bo'lgani uchun buni boshqa bir narsaga tegishtirgani yoki almashtirgani bo'lmaydi. Shuning bilan birlikda bu hurlik yo'lidagi bizga o'xshash, mustamlikadan qutulish yo'lida ketayotgan hurlik yo'lidagi bu siyosiy ideyasini boshqa bir narsaga sotmaydi yoki tegishtirmaydi. Bu musulmonlikning taqozosi. Balki musulmon barliq ish harakatlarini qilsa faqatlam Allohning rizoligini ko'zlaydi. Aqidasini himoya qilish, vatanni himoya qilish, xalqini himoya qilish uchun bir kishilik ijtimoiy majburiyatni iymoniy majburiyat deb qaraydi. Mana bu xil ongdagi, bu xil tushunchali odamlarni buni da'vo odami yoki kurash odami degani bo'ldi. Haqiqatan Alloh razı olsun. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi bizga taxminiyani biz cho'ng bir o'rnak bo'ldi. Bir qo'lamga quyoshni bir qo'lamga oyni appasimi men bu yo'limdan voz kechmayman. Ya'ni bu da'voni haq bo'lgan kurashni hech qanday bir narsaga sotmayman degandan iborat. Mana shunday qimmat qarashga ega bo'la olgan odam da'vo sohibi bo'la oladi. Unda bo'lganda o da'vo yo'li bak haqiqatan biz tasavvur qilgandami sharaflik esli bir yo'l ekanligini bildik. Endi bu da'vo egillarda, da'vo odamlarda bo'lishlik tegishlik ba'zi adab axloqlar bu vaqtda bir ma'lumot bergan bo'lsalar. Buni axloq qanday bo'lish lozim? Da'vo odamida nima qilishligi biroz da'vo bilan axloqning munosabati. Yoki da'vo odamlar qanday bu axloq rioya qilish lozim deganga o'xshab bu tema albatta o'ttirib chiqadi. Bularni bugungi biz yashayotgan kunlarda ilgirki vaqtida ba'zi qistirma holatda, ba'zi ayrim holatda axloq temasida, axloq bilan siyosatning munosabati, axloq bilan islomning munosabati haqida ko'p to'xtaldik islom biz programmamizda. Bugun kunlik tabiiy holatda qarindoshlarimiz ko'rilmalar bu axloq nada, qanchalik rol o'ynaydi degan bu masalada biroz o'ylanishi mumkin. Shunga bu vaqtda bu siyosat bilan axloqning orasidagi munosabatni biroz echish to'g'ri keldi. Bizning islom aqidamizda axloq iymondan ayrim bir ish emas. Tabii. Iymondan ayrilmaydi. Chunki axloq iymonning mevasi. Yurish turishimiz, stilimiz, harakatimiz, gap so'zlarimiz bu aqidadan ayrilmaydi. Siyosiy tashkilotimiz yoki harakatimiz yoki tijoratimiz bu iymondan ayrilmaydi, ham axloqdan ayrilmaydi. Bir-birisiga musulmonning hayoti shunday chambarchas bog'lanib ketgan. Shunga aqidasi uchun, kimlik uchun, qimmat qarash uchun vatani va millatining manfaati uchun siyosiy faoliyat qilayotgan shaxslar agar bular siyosiy harakatining siyosiy faoliyatining jonliq va sog'lom bo'lishini iroda qilsa, iymon ruhidan va aqidaning axloqiy qimmat qarashdan ayrilmaslik lozim. Nima uchun bunday deymizsa? Chunki bu aqida ruhi bo'lmasa, harakat jonliq bo'lmaydi. Bu harakat jon talab qildi, mal talab qildi, vaqt talab qildi, fikr talab qildi, aql talab, hamma narsa talab qildi. Bu iymonga bog'lanmay qolib qolsa, buni ittirib turadigan bir aqida bo'lmasa, buni oldiga yuksaltiradigan, har qanday qiyinchilik bo'lib qolsa, u yerda bosh egmaydigan bir ruh bo'lmay qolib qolsa, bu harakat jonsiz o'ylak harakat bo'lib qoladi. Eg'ir yoki mushtin bir teksa chuvilib ketadi. Shuning buni mustahkam tutib turgan narsa aqidaning ruhi bo'lishi lozim. Ham bu yerda axloqiy qimmat qarashni tilga oldik. Nima qilsa, iymon kuchli bo'lsa-mi, aqida ruhi bo'lsa-mi, axloq joyida bo'lmay qolib qolsa, o'ziga qanday muomala qilish, boshqalarga qanday muomala qilish, rais bilan fuqaro orasidagi munosabat yoki boshqalar bilan bo'lgan munosabatda islomning axloqi, musulmonning axloqi rioya qilinmay qolib qolsa, bu yerda nurg'un chatash chiqadi. Hasad chiqadi, kibrlik chiqadi, manmanchilik chiqadi, bir-birisi e'tirof qilmaslik chiqadi. Demak, bu yerda siyosiy harakat jonliq holatda bo'lmay, eng passiv, eng ojiz, bizga o'xshash ting'irib qolgan bir holatga duch keladi. Shunga siyosiy harakat jonliq bo'lish lozim desa, bu yerda ideya to'g'ri bo'lganda sart jonliq aqida ruhiga va axloqiy qimmat qarashga ega bo'lish bu intayin muhim. Chunki bir shaxsning bo'lsin yoki bir jamoatning bo'lsin yoki bir tashkilotning bo'lsin, buningki niyati to'g'ri, g'oyasi to'g'ri, nishoni to'g'ri e'lon qilgan yoki da'vosi to'g'ri bo'lsinmi,
Nima ish qildi bo'lsa nishonmao, go'zal holat chiqadi. Mayli shaxs bo'lsin, jamoat bo'lsin, yoki tashkilot bo'lsin, yoki nima bo'lishi qat'iy nazar. Lekin axloq nachar bo'lib qolsa, kishilar buning gapini anglamaydi. Ularga ergashamdi, ergashmaydi. Uning so'zlarini qabul qilamdi, qabul qilmaydi. Axloqning nacharligi o odamningki nishonning ulug'ligini cho'rib tashlaydi. Chunki insonlarning xarakteri qarsa, psixikasi qarsa, axloqi nachar bo'lgan odam so'zdan anglamaydi. Stili buzuq odamning bir yerdan chatoq chiqirdi, bir kuni galidan esib qoladi, bir kuni boshqa xolimaydigan yoki imzoni qo'yadi deb undan nazar aylaydi. Mutakabbirning so'zini anglamaydi. Muomalasi qo'pol, menmanchi, faqat o'zini to'g'ri yo'lda boshqalarni xato yo'lga chiqarib turgan bu odamlarning so'zini anglamaydi. Bularning hammasi axloqiy kasal, axloqiy illatlik. Axloqiy illatlar. Shunga bu illatni o'ngishmay turib, nishon ya g'oya ulug' var bo'lsin, to'g'ri bo'lib qolsinmi, insonlarni atrofga jalb qilgani bo'lmaydi. Ammo bu da'vo sohasidagi odamlarniki ideya to'g'ri bo'lsa, birinchi omil, ideya sog'lom bo'lsa, uning bilan birlikda axloq go'zal bo'lsa, aning kaynidan boshqalar bilan muomala qilish mahoratini, iqtidorini bilsa, aning kaynidan bu odam yoki bu tashkilot yoki bu jamoat boshqalarni o'ziga jalb qila oladi, kuchlanadi. Bu yerda 3 narsa tangmadi. Birisi ideyaning sog'lom bo'lishi lozim. Nima ish qilmoqchi? Bizning g'oyamiz nima, ideyamiz nima? Albatta musulmonning ideyasi aqidadanki, natijasi aqidadan shaxslanib chiqadi. Axloq go'zal, aning kaynidan ish qilish mahoratiga ega. Boshqalar bilan muomala qilish iqtidoriga ega. Ba'zilar va ideya sog'lom bo'lsa-mi, axloq go'zal bo'lsa-mi, boshqalar bilan muomala qilish ortiqchiligi yo'q, aloyidligi yo'q. Bu odamlar yana ziyon tortadi bir yerda. Bugungi kunlikda bu Sharq Turkiston ko'rishidagi yoki Sharq Turkiston jihadidagi yoki da'vosidagi odamlarniki bir nuqta kammaslikning sabablarining birisi ideya kasal bo'lgan bo'lsa, yana bir nuqta axloqiy kirsiz. Ideya nuqtasidan birisi o'daydi, birisi bundan bir yer kelmaydi. Bizning vazifamiz o'rtaq bir yerga vahiyninki, aqlninki tashabbus asida yoki nur asir bir yerga ekilish. Ammo ba'zi shaxslar qarasak, bu nuqtani o'ylamay qolib qolsa, parchan-parat ishlar bilan bir-birisiga shiltdan atash, bir-birisini uni qilish, buni qilish degan o'xshash, bu g'arb dunyosi jiq 101 bo'yinlar chatoq asha chiqadi. Shu bu yerda ideyaning sog'lom bo'lishi, axloqninki durust bo'lishi, bu siyosiy harakatninki jonliq bo'lishi uchun ham durust bo'lishi uchun bu intayin muhim. Shunga bu islom ko'rishiga kirgan, vatan millat ko'rishiga, kimlik ko'rishiga, qimmat qarash ko'rishiga kirgan bu shaxslarninki bu axloqqa qimmat qarashga ahamiyat berishi bu intayin muhim. Chunki g'oya cho'ng bo'lsinmi, yuqori deganimizdek, yoki tashkilotning ismini nima deb qo'yib olgan bo'lsin, buning axloqi nachar bo'lib qolsa, bu yerdan chiqadigancha birinchi bo'lib Allohning yordami kelmaydi. Axloq nachar bo'lgandikinlar bu iymonning taqozzosidir, axloqni. Aqidaning mevasidir. Axloq nachar bo'lgandikinlar kishilar qochamiz qochadi. Shu Qur'oni Karimda payg'ambarimizga agar sen qo'pol muomala qilsang, qo'pol gap qilsang, nachar muomala qilsa, atrofingda odam topolmaysan dedi. Lam fadlu min havlik. U payg'ambar qo'pol gap qilsa, atrofi to'lmagan yerda bugungi u bu ismli tashkilotda atrof odam to'simi to'lmaydi. Birinchi ziyon Allohningki marhamatidan, Allohning rahmatidan quruq qol, yardım. Ikkinchi bu yerdan kelib chiqadigan ziyon bu axloqiy krizis yuz bergan vaqtida siyosiy harakat pasipala tushib qoldi. Eg'ir dar ziyon ushqaydi. Bir shaxsninki yoki bir emas, bu millat xarakterlik deb qaralg'abati eg'ir ziyon ushqaydi. Hamda bu yer millat orasida qutblashish orqali millat taqibmi bo'linishga sabab bo'ldi. Sababsiz demansa, axloqiy krizis yoki axloqninki durust bo'lmasligi. Bu sababdan deymizki, da'vo yo'lidagi siyosatchilar bo'lsin yoki aktivistlar bo'lsin yoki boshqalar bo'lib qolsin, qilayotgan har bir ish harakatlarini yoki yozayotgan har bir so'zlarni musulmonlik ruhi bo'yicha bir Qur'on sunnatninki taqozzosi qarta ya Qur'on sunnatning axloq dusturi qarta ish harakat qilish lozim. Har bir ish harakatni axloqqa bo'ysundirib menish lozim. Shuning bilan birlikda menayotgan har bir qadamining gap so'zlarining ish harakatiningki axloq tarozi bilan foyda manfaat orasida bo'lganligini bilish lozim. Yani ikki nuqta. Mayli shaxs bo'lsin, mayli tashkilot bo'lsin, uning chiqargan bayonoti, yozgan narsalari yoki gaplari ikki narsa. Axloq tarozi birinchi. To'g'ri axloqmi, nachar axloqmi? Musulmonlik axloqi yarashamdi. Buni bir tarozi solamiz. Shuning bilan birlikda bu qilgan ish
Payda ekilemdi, ziyan ekilemdi, bununla bir qaraymiz. Biz gapni qildik deb qilib olgan hisob emas, balki bundan chiqadigan natijani. Payda ekilemdi, ziyan ekilemdi. Musulmonlikqa payda ekilemdi, musulmonlik ro'yiga, musulmondachilikqa, millatga ziyan ekilemdi, payda ekilemdi. Demak, bizning so'zlagan har bir so'zimiz, yozgan har bir narsamiz ikki tarozi bilan o'lchanish lozim. Birisi axloq tarozi, yana birisi payda ziyan tarozi. Buningga intayin diqqat qilgan vaqtida ening kanidan bu da'vo axloqini yoki jihad axloqini yoki kurash axloqini ondan yetildirgani bo'ldi. Zaten bu bugungi qisqagina bir programmamizda bu da'vo odamlarning axloqini bu programmada bir ixchamlab o'g'il bo'lmaydi. Albatta inshaalloh keyingi qismlarda bu da'vo odamlarning axloqini bir tafsil etishimiz degan niyatimiz bor inshaalloh. Endi biz bu da'vo odamininki axloqininki qisman bo'lsin bildik. Da'vo odamlarininki muhim bir sifatlardan bir qancha sifatlar bilan tanishib o'tgan bo'lsak. Albatta musulmonda tepeliş tegishli sifatlar, güzel sifatlar. Yoki siyosiy harakatdagi odamlar tepelish tegishli sifatlar, yoki da'vo odamning tepelish sifatlar jiqqan. Biz bunlarda muhim bir necha o'zining shaxsiy hayotida, ijtimoiy hayotida, siyosiy hayotida lazım bo'lgan muhim bir necha nuqtalarni eskartib o'tamiz. Samimiy bo'lish, rostchil bo'lish. Saxtpaz bo'lmaslik. Ya'ni degan so'z bilan ish harakati bir-birisiga uyg'un kelish. Rostchil bo'lish va millatni aldaydigan yolg'on gap qilmaslik. Nima narsa bo'lib qolsa. Ikkinchisi ishonchlik bo'lish. Ya'ni millat ishonadigan bo'lish. Ideyasiga va siyosiy da'vosiga yoki siyosiy harakatga xiyonat qilmaslik. İşini başlaydı bir mezgili ötkendi keyin, xuddi oshqonlarniki beshi qarz bir ishga obdan etib, 3-joyga kelganda keyin odamni ishni buzgan o'xshaydi, bu harakatlar unda buzilmaydi. Ishonchlik bo'lish, ikkinchisi xiyonat qilmaslik, qaysi bir tarafdan bo'lsa. Uchinchisi adil bo'lish, zulm tarafdan bo'lmaslik. Mayli shaxsiylar bo'lsin, mayli jamoatlar orasi bo'lsin, mayli tashkilot orasi bo'lib qolsin, adolat bo'lib qolsa qo'llash, zulm taraf bo'lib qolsa, o'zining jamoati bo'lsin, o'zining tashkiloti bo'lsin, o'zining qarinishi bo'lib qolsa, uni qo'llamaslik bu da'vo odamining kasbida. Ya bizning ishimiz bo'lgandan keyin bizga a'zo bo'lganda yo'ga bersa, bu zulmni bosug'inmaydi. Ya'ni zulmni tugatkilmaydi. Cho'qim bu bosh ko'tarib portlaydi bir kuni. Shunga kasalni vaqtida o'ngshash uchun haq nada bo'lib qolsa, shu yerda turish lozim. To'rtinchi birisi kamtar bo'lish, mutakabbirlik qilmaslik. Chunki qarindoshlar orasida bu deganimiz tashkilotlar bo'lsin, yoki jamoatlar bo'lsin, yoki shaxslar bo'lsin, o'zaro musulmon kamtar muomala. Mutakabbirlik qilish dinimizning eng chong eyiplanadigan illatlarning birisi. Uning unvonining bo'lishidan qat'iy nazar. Shu bu illat saqlanishlar. Ammo ba'zi narsalar va keyin to'xtalishimiz mumkin bundagi holatlarda. Mushu holatmi jiq yuz beraylik. Ammo dushmanga mutakabbirlik qila olsak, uning ruxsati bor. Poni ata desak, vaqt kelib qolsa, uning ruxsati. Ammo o'zaro qarindoshlar cho'nchilik qilish, po'chilik qilish bu eyiplanadigan. 5-chi birisi insof qilish. Musulmonlikning sifati, da'vo odamining sifati, tashkilot sohibining sifati yoki bir ish qilman deydigan odamda bir insof bo'lish lozim. Men ash kuni qilib qolsam qanday bo'ladi deganni o'ylash lozim. Chunki boshqa tushgan xatoga yana bir inson bo'lish e'tibori bilan tushib qolishi mumkin. Biz albatta xatolikni tanqid qilamiz, gunoh ish qilgan bo'lsa, buning gunohligini eskartamiz, axloqsiz holat bo'lgan bo'lsa, uni tanqid qilamiz. Insof qilish shu vaqtning o'zida o'zini birdan-bir haq da'vosi deb da'vo qilmaslik. Bu islom dunyosidagi cho'ng bir kasallikning birisi. Tashkilot qurilsa, bir jamoat qurilsa, biz birdan-bir jamoat, birdan-bir to'g'ri qog'in hammasi bid'atchi deydi yoki xato deydi. Shunga o'xshash, misol olsa, bizning siyosiy tashkilotlarimiz ko'pincha bor, shu o'g'andigan mayli darnak bo'lamdi, ismini nim deb atab olsin, o'zini birdan-bir haq yo'lda qog'in xato yo'lsa, uni xatolish. Xato. O'zini birdan-bir hammadan cho'ng qog'in men tavbasi xato. Chunki undagi bir ish mavjud emas. Boshqalar imzo qo'ygan, boshqalar bizga tavba bo'lib qilgan ish yo'q. Şu ba'zilar vaki biz millatning birdan-bir vakili. Kim imzo qildi sana? Kim qo'l berdi sana? Kim e'tirof qildi? Shu o'zini ishilik odamlik qildi. Bir insof bo'lish lozim edi. Yana birisi aytdiki, birdan-bir hurlik yo'lda menayotganimiz qog'indan ishini bir nimba deydi. Bu bir insofsizlik. Belki biz 90% mangandı, birisi 100% mangandı, birisi 95% mangandı. Belki uningdanmi, bunda deganlardanmi, belki biz tonimaydigan, belki yaxshi odamlar bo'lishi mumkin. Demak, har bir narsada bir insofni tutib menish intayin. 6-si nafsini pok tutish. Bu nafsning doirasi keng.
Galdan tutulduğu iş var. Yançıqdan tutulduğu iş var. Şahvani tuyg'udan tutulduğu iş bu emas. Nefsini pak tutuş şeytanga yak düşmanga o'zini tutqizib qo'ymaslik. Mav eng og'ir kasal. Zaten Eng yomon kasallik. düşman şeytanla müdayyadın fırsat kutuda endi. Puli bilan joylaydi, nafsini boshqa olmasa. Uning misol keltirishdan hoj yo'q, balkim jiqli beradigan masala. Mossadning usuliga tayinlangan vaqtida yoki Xitoyniki burunqi zamondagi usuliga tayinlangan vaqtida jinsiy tuyg'u bilan tutadi. Yana biz seni mehmon qilish bilan tutadi har xil sababli. Shu nafsini pak tutmagan vaqtida galdan tutib qoldigan ahvol bor. 6-bir, 7-birisi tilni pak tutish. Sad gap qilmaslik. Mayli rais bo'lsin, mayli odatdagi odam bo'lsin, yoki aktivist bo'lsin, yoki nima bo'lib qolsin, bu fazilatninki ishimiz fazilat tamoman zid ish. Axloqsizlik, tilni buzish bu ojizlikning alomati. Demak, boshqalarni qoyil qilish kuchi yetmagan vaqtida boshqalarni oldi taqobil turolmagancha, chidamagancha tilni buzadi. Dalil pak topolmagancha buzadi. Musulmonlik nisbatan eng nachar, eng passiv holat bu. Munofiqning holati. Bu intayin diqqat qilgan tema. 8-birisi qarindoshlar mehribon bo'lish. Musulmon qarindoshlar orasida o'zaro bir dushmandek muomala qilmasdan mehribonlik bilan tuzatishga, isloh qilishga o'ngshashtirish. Qo'pol muomala qilmaslik. Mayli shaxslarda bo'lsin yoki jamoatlar, tashkilotlarda bo'lsin. 9-inchi o'lgi bo'lish. Da'vo odami chiqqan odam bu badal to'laydi. Yuqori deganimizda vaqtida badal to'laydi, imkoniyatidan badal to'laydi. Her taraf bedel to'laydi. Oxirida hayotidan bedel to'laydi. O'lgi bo'lish bu buzg'inch bo'lmaslik lozim. Men qilsam yaxshi bo'ladi, men qilmagan ekan, men bo'lmagan ekan, yoki men bosh bo'lmagan deb buzutadigan yoki salbiy qaraydigan bu ishni qilmaslik lozim bu da'vo safiga kirgan odamda. Chunki yo'l uzun. Hozirgi o'xshash tashkilotlarning yana uzunlik bo'lib qolsa, yana dushmanimiz qarta yana oz kiramiz. Chet elda 2 million, 3 million odam bor degan bilan maydonda bor odamning ahvoli barmoqda aran shunchalik chiqadi. Haqiqiy sanab tasqab etkazsa yo'q hisob chiqadi. Shu unchilajik odam yo'q. Biz az shu masalaga buzg'unchilik nazariyasi bilan yoki salbiy nazar bilan bir ijobiy nazar bilan qarash. Eng oxirida aytganimiz kan qo'sa qolish o'zlari. Musulmonlar bir-biriga. Hasad qilmaslik yoki ish yomonlik qilmas. Birisidan ishi natija qozongan bo'lsa, musulmonlar taqozosi bo'yicha duo qilish. Alloh uchun muvaffaqiyat bersin. Agar birisi natija qozonib, kuchlanib, vatanimiz shuni ozod bo'lib ketsa, dunyo oxirat Alloh izz qilib bersin. Tashkilotni, odamni, shaxsni. Bu imanning ruhi. Kim qilsa qilsin, millatga foydasi yetsa, vatanimizga foydasi yetsa, millatning kimlik, qimmat qarishi foyda yetsa, bu savob ishni qilgan. Bizning majburiyatimiz kim yaxshi qilgan bo'lsa, uningga madad berish, uni qo'llash. Allah razı olsun. Hakikaten yaxshi buyurtib berdi. Bu yuqori degandek bu tema unda asalliq bilan tugaydigan tema emas. Bu da'vo odamlari, da'vo eng bir sharafli xizmat. Bu odamlarningki bilishga tegishli axloqi degan nurg'unlagan gaplar va inshaalloh kelarki sonda buning ko'rmalarimiz va'da beramiz. Hurmatli qarindoshlar, vaqt munosabati bilan programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Davomini kelarki sonda birga bo'lish umidi bilan har biringlardan xo'shlashimiz. Xayr va salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.